100 emas, 200% uvering bo'lib aytaman. Hali hech kim Instagramda so'kovich markalarni bunaqa arzon narxda sotmagan. Xuddi shu so'kovich markalarni internet magazinlarda 732 ming va undan qimmat sotishyapti. Taxmin qilib turinglar, men nech pulgacha narxini tushira olaman. So'kovich marka narxini arzon aytsam, to'shni bez garantiya, servis sentri yo'q narsa deb o'ylamasligingiz uchun boshidan ko'rsataman. Servis sentr nomeri 15 oygacha garantiyasi bo'ladi. Apparatni o'zi ham akkuratniy dizaynda qora va staloy ranglar bilan kombinirovat qilingan, ikkita skorosti ishla oladi. Sok va mevalarning po'chog'ini yig'adigan idishlari ham qora rangda qilingan, plastmassasi ham o'zida yoqimsiz ta'm keltirmaydi. Apparat shunaqa oson yechiladi, ichidagi pichoqlari ham nerjiveyka, o'zidan yoqimsiz ta'm keltirmaydi. Mevalarning sokini chiqarib bo'lganingizdan keyin apparat tozalash ham shunday oson, bitta tepaga tortsanglar pichog'i chiqadi, bemalol pichoqni отдельный moykada yuvib, top-toza qilib yana joyiga qo'yib qo'yaverasizlar. Agar men shu so'kovich markani любой internet magazin bozorlardan ham arzonroq qilib bera olsam, videoni hamma yaqiningizga jo'natib qo'yasiz. Motori qizib ketishiga qarshi qo'shimcha himoyasi bor. Kichkina tezlikdan katta tezlikka sekin o'zi o'tadi. Boshqa joylarda xuddi shu so'kovich markalari 732 ming sotilayotgan bir paytda men sizlarga bu narxini bor yo'g'i $21 qilib beraman. Bunaqa shokivi arzon narxli faqatgina bizga podpiska bosganlar uchun.